Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugün çislağı 2023 yıl 8. ayının 24. günü haftige. Perşembe vatandaşı. Endilikdeki haberimiz mundaq sizlarga. Özünün haberinin özünü anlayışlayan vatandaş. Wagner Group'nun başlığı Prigozhin aeroplan hadisesiga uçurdu. Prezident Joe Biden mundaq ishning yuz berish mumkin edi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 8. ayning 23. kuni Vanvet orbitida e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlandi. Rossiya doiralari 8. ayning 23. kuni, ya'ni haftaning 3. kuni kechda mundaq ko'rsatdi. Bir dona xususiy aeroplan Moskvaning shimolida tushib ketdi. Aeroplandaki 10 nafar kişiden biri sağ kalmadı. Hadisege uçurganlar içinde cümleden Wagner Group'nun başlığı Yevgeniy Prigozhin var idi. Prigozhin her bir özgürüş kılgandan keyin tashqari dünya belki Prigozhin maxfiy öldürülüşü mümkün deyishgan. Xabarda qaraganda Wagner Group münasebetlik Telegraf kanalı bundan bura mundaq ko'rsatgan edi. Bu aeroplan Tver rayonida Rossiya hava mudofaa qismlari tarafidan etib tushirildi deb ko'rsatgan. Aeroplan tushib ketganda Prezident Vladimir Putin muzika anglab o'ltiratdi. Rossiyada yuz bergan aeroplan hodisi to'g'risida savol qo'yilganda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Sening esingda bo'lsa kerak, muxbirga qarab. Ayni chaqda bu savol qo'yilganda nima ishning yuz berganligidan mening xabarim yo'q. Ammo men bu ishga hayron qolmayman degan edim. Mening bu ish to'g'risida biladiganlarim az. Prezident Joe Biden ayni chaqda mundaq ko'rsatgan edi. Agar men uning yoki Prigozhinning o'rnida bo'ladigan bo'lsam, yeydigan tamog'imga diqqat qilgan bo'lar edim. Prezident Joe Bidenning bu to'g'ridagi bu voqea to'g'risidagi fikri vatandoshlar. Yana bir xabar. Wagner Group Prigozhin uchun o'ch olmoqchi bo'ldi. Yana harbiy o'zgarish qilib Kreml saroyini egallaymiz dedi mavzuli xabar. 8. ayning 23. kuni salli xabarlarda va Vanvet orbitida e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlandi. Ta'sisi Rossiya jiddiy ishlar bo'limining xabarlaridan naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Shu vaqt 23. kuni bir dona xususiy aeroplan Tver oblastida havodan tushib ketdi. Aeroplan o'ltirgan 10 nafar kishi butunlay halok bo'ldi. Ta'sisi Rossiya havo qatnash organidan naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Wagner Group'ning boshlig'i Prigozhin hodisiga uchraganlarning tizimligida. Bu to'g'rida yana mundaq xabarlar tarqaldi. Aeroplanga haraqqa chalangan eshikning ichiga bomba qo'yilgan dedi. Yana bosh xabarlarda bu aeroplanni Rossiya armiyasi etib tushirdi deyildi. Bu xabarlar Wagner Group'ning noroziligini qo'zg'ab, Wagner Group ikkinchi qatam Kreml saroyiga yurish qilamiz deyishdi. Wagnerga munosabatlik Telegram kanalida mundaq deyildi. Prigozhin uchun bedel to'laysizlar. Ikkinchi qatam Kreml saroyiga yurish qilamiz. Wagner Group boshlig'i Prigozhinning hodisiga uchraganlik to'g'risidagi xabarlardan biz izchil gumon qilamizki, bu ishni Vladimir Putin rahbarligida KGB o'rinlashtirdi. Wagner Group'ning fikri.